Camillo Castello Branco. Xazon bo'lgan muhabbat. Roman. Portugal yozuvchisi Camillo Castello Branco 1825-1890 yillarda yashab o'tgan. U dastlab jurnalistika sohasida ish boshlagan. Adabiyotdagi xizmatlari uchun yurtining eng oliy Roza ordeni bilan mukofotlandi. Brankoning Xazon bo'lgan muhabbat 1881 romani yozuvchi ijodining cho'qqisi deyish mumkin. Romanda ota-onalar o'rtasidagi ziddiyatli munosabatlar sababli farzandlari tortgan azob-uqubatlar tasvirlanadi. Pirovard natijada 2 yosh o'rtasidagi muhabbat poymol bo'ladi. Domingos José Correa Botelho de Mesquita y Menezes aslzoda dvoryanlardan bo'lib, Trás-os-Montes chekka o'lkasining Villa Real shahridagi dang'illama hovlida istiqomat qilar edi. U 1779-yili Kaskays shahrining bosh sudyasi etib tayinlandi. Shu yili saroy ayonlaridan birining qizi Dona Rita Teresa Margarita Presoza da Veiga Caldeirán Castella Brancaga uylandi. Uning otasi kavaleriya kapitani bo'lgan. Bobosi esa Antonio de Azevedo Castelo Branco Pereira da Silva nafaqat o'zining yuksak harbiy amali bilan, balki o'sha paytlarda bebaho hisoblanmish Jang qilish san'ati kitobining muallifi sifatida ham juda mashhur edi. Lissabonga ko'chib o'tgan viloyatlik bakalavrning 10 yillik umri qizlarning ko'nglini ovlash bilan o'tdi. Afsuski, bularning barchasi besamar ketdi. Domingos Botelhoning husndan omadi chopmagan edi. Shuning uchun ham u Freylena Dona Maria qalbida nozik his-tuyg'ularni uyg'ota olmadi. Kichik qizlardan hisoblanmish bu xonimga teng kelish uchun uning davlati kamlik qilardi. Uning Daura viloyatida umumiy qiymati 30,000 kruzadoga teng keladigan bir qancha yerlari bor edi. Domingos qobiliyatsiz, uzoqni ko'ra olmaydigan yigit edi. Shu sababli universitetdagi kursdoshlari uni Jo'xorivoy deb chaqirishardi. Villa Real shahrida istiqomat qiluvchi qarindosh urug'lari orasida ham u ana shu laqab bilan mashhur edi. Talabalarning aytishicha, bu laqabni u o'z qishlog'ida jo'xori nonini ko'p yeganligidan orttirib olgan ekan. Har bir insonning bir yaxshi xislati bo'lganidek, Domingos Botelhoda ham ana shunday xislat mavjud edi. U o'z vaqtida nay ham chalgan. Kombriyada otasi unga moddiy yordam ko'rsata olmagan vaqtlarda 2 yil nay chalib, tirikchiligini o'tkazadi. Ana shundan so'ng otasining ko'ngli xotirjam bo'lib, pul yuborishni to'xtatadi. Domingos Botelho o'qishini tugatib, 1767-yili Lissabonga ko'chib o'tdi. Bu yerda u huquqshunoslik sohasi bo'yicha qirol devoniga ishga joylashdi. Domingosning otasi Fernando Botelho o'z vaqtida Lissabon shahrida yaxshigina obro'ga ega edi. Gersog Daveyroning hurmatiga ham sazovor bo'lgandi. Gersogning bu hurmati unga juda qimmatga tushgan edi. Chunki u 1758-yili bir xonimga uyushtirilgan suiqasd ishiga aralashib qolgandi. U Junqueira qamoqxonasidan chiqib kelganida bu tamg'adan qutulib, hattoki graf de Oeresning himoyasiga ham kirib oldi. Chunki u bu grafning avlodi Portolik Pintos Caellos do Banjardinoning avlodiga nisbatan qadimiy ekanligini isbotlovchi hujjatni yaratuvchilar orasida edi. Portolik dvoryan Sebastiano José de Carvalhoning o'g'liga ular o'z qizini berishga rozi bo'lmagani kulgili hol bo'lsa-da, lekin bu katta sudlashuvga sabab bo'lgandi. Qiziq. Bu bakalavr naychi qanday qilib Donna Maria I va Pedro III ishonchini qozongan ekan? U qirolichaning ko'nglini g'alati qiliqlari, borinki bor iste'dodini ishga solib ovlardi. Har holda u saroy odami bo'lib qolgandi.
yana qirolichadan mo'maygina maosh ola boshlagandan keyin shaharning bosh sudyasi lavozimiga da'vogarlik ham qila boshladi. U kelajakda adliya vaziri bo'lishni o'ylab yurardi. Nihoyat bir necha iltimoslardan so'ng u Kaskaysaning bosh sudyasi lavozimiga tayinlandi. Domingosda saroy ayollaridan biriga ko'ngil qo'yish niyati ham yo'q emasdi. U bir vaqtlar Luis de Camoens yoki Bernardin Ribeiroga oshiq ekanligini oddiy so'zlar bilan izhor etishni niyat qilgandi. Bu ishda qirolichaning yordamidan umidvor edi. Aftidan doktor Puzer saroyda uni shu nom bilan atashardi. U baxt kulganlardan bo'lib, chunki u baxt faqat qobiliyatda emas degan qoidadan istisno emasdi. Domingos Botelho nihoyat Donna Rita Presozaga uylandi. Rita o'ta go'zal ayol edi. U 50 yoshida ham husnini yo'qotmagandi. Ammo xonim sepsiz edi. Uning bir qator e'tiborli avlod ajdodlari ichida yepiskoplar va harbiy sarkardalardan ham bo'lgan. Sarkardalardan biri uzoq yurtlardan asir tushganida uni suv qaynab turgan qozonga tashlab o'ldirishardi. Bu ish qanchalik iztirobli bo'lmasin, ammo sharafli edi. Chunki keyinchalik bu sarkardaning avlodlarini kaldeyranlar, ya'ni qozonlar deb atay boshladilar. Domingosga turmushga chiqqan saroy ayoli Donna Rita baxtli bo'la olmadi. U saroy hayotini qo'msardi. Bu ayol saroydagi kiyim-kechaklar, mo'l-ko'lchilikni qirolichaning bir og'iz gapiga alishdi qo'ydi. U o'z hayotidan mamnun bo'lmasa-da, 2 o'g'il, 3 qizning onasi bo'ldi. Katta o'g'lining ismi Manuel, kichiginiki esa Simon edi. Qizlardan to'ng'ichining ismi Maria, ikkinchisiniki esa Anna va 3-qiziga onasining ismini Rita deb qo'yishgandi. U go'zallikda onasidan qolishmasdi. Kaskays shahrining bosh sudyasi 1784-yilgacha Lissabonda Ajuda qammida yashadi. Lekin u hamma vaqt obro'li lavozimda ishlash ilinjida yurardi. 1784-yili uning 2-o'g'li Simon dunyoga keldi. Bu uning 4-farzandi edi. O'sha yili uning otasiga baxt kulib boqdi. Uni Villarealga xizmat bo'yicha ishga jo'natishdi. Villarealdan 1 milya masofa narida bu ham qishloqlarni kutib olish uchun shahar zodagonlari yig'ildilar. Yig'ilganlarning barchasi ajdodlariga taalluqli bo'lgan zeb-ziynatlar bilan bezatilgan aravalarda kelishgandi. Botelho de Mesquita Emenezes oilasining aravalari almisoqdan qolgan bo'lib, xizmatkorning kiyimlari esa juda eski, kirchir, titilib ketgan edi. Yig'ilganlarga ko'zi tushgan Donna Rita gardishiga oltin suvi yuritilgan larnetni o'ng ko'ziga taqib so'radi. "Menezes, bu yig'ilganlar kimlar?" "Bular bizning do'stlarimiz va qarindoshlarimiz. Ular bizni kutib olgani chiqishgan." "Ular hozir qaysi asrda yashayotganlarini biladilarmi?" deya so'roqqa tutardi erini saroy ayoli. "Bu nima deganingiz? Bu yerda ham Lissabondagi 18-asrda yashayaptilar." "Ha, shunday deng. Men esa ularni 12-asrda yashayaptilarmi deb o'ylabman." Xotinining bu haziliga eri kulib qo'ymoqchi bo'ldi-yu, ammo hozir hazilning mavridi emasdi. Bosh sudyaning otasi Fernan Botelho keliniga yordamlashish maqsadida bir qadam oldinga yurdi-da, uning qo'lidan ushlab, urug' aymoqlarning yoniga yetaklab keldi. Donna Rita qaynotasining aftiga qaramay, ko'z oynagi orqali faqat yasama sochidagi band va oyoq kiyimidagi to'qasiga sinchkovlik bilan tikildi. U Villarealdagi dvoryanlardan ko'ra Lissabondagi konchilarning kiyim boshlari durust deya xayolidan o'tkazdi. Erining xesh aqrobalari o'tirgan aravaga chiqishdan avval Donna Rita qaynotasidan so'radi. "Almisoqdan qolgan bu aravaga o'tirish xavfli emasmi?" Fernan Botelho
aravalarga hali 100 yil, unga qo'shilgan hashirlarga esa 30 yil ham bo'lgani yo'q deb kelinini tinchlantirdi. Ota buvalari Don Dennis davriga kelib shaharga asos solganliklari haqida aytgan gaplarini Donna Rita kalondimoqlik bilan tingladi. Kutib olishga chiqqan yoshlardan biri keyinchalik bu voqeani xotirlab, uni qirolicha Donna Mariyaning kanizaklaridan biri ekanligini yaxshi bilardik. Lekin biz bilan bo'lgan suhbatda o'zini go'yo qirolichalardek tutardi degandi. Kutib oluvchilar Almudin butxonasiga yaqinlashganlarida shahardagi barcha qo'ng'iroqlar ketma-ket bong ura boshladi. Donna Rita eriga mehmonlarni qo'ng'iroq bongi ostida kutib olish bema'nilik ekanligini uqtirdi. Mehmonlar Fernand Batelioning eski hovlisi oldida aravadan tushdilar. Freylina uyning yon atrofiga nazar tashlarkan, Mafra va Sintra, Bempos va Kelushalar saroyida katta bo'lgan mendek ayol endi mana shunday xaroba uyda yashashim kerakmi deb xayolidan o'tkazdi. Oradan bir necha kun o'tgach, Donna Rita uyni kalamushlar bosib ketganligi-yu, uyning tomi bosib qolishidan xavotirda ekanligini, qishda uy devorlari sovuqdan ularni asray olmasligini va qirol saroyidagi issiqxonalaru yumshoq to'shaklarga o'rgangan bu xonim qishda shamollab o'lib qolishi mumkinligini eriga aytdi. Shundan so'ng Domingos Batelio yangi uy qurishga kirishdi. Uning mablag'i bor yo'g'i uyning poydevorini ko'tarishga yana yetdi xolos. Keyin u qirolichaga xat yozib, qurilish uchun moddiy yordam olishga muvaffaq bo'ldi. Domingos Batelio Lissabondagi bir ustaxonaga o'ziga xos darvoza buyurtirdi. Donna Mariya esa bu darvozada uning gerbi bo'lishini istardi. Nachora, vaqt o'tgandi. Ustaxonadan bitgan darvozani allaqachon olib kelishgandi. Yangisini buyurtirishga esa mablag'lari yetmasdi. Ustiga ustak otasi ham o'z tug'rosi bilan faxrlanishini yaxshi bilgan Domingos uni ranjitmoqchi emasdi. Shunday qilib darvoza tug'rosiz o'rnatildi. Donna Rita eriga gapini o'tkazganidan mamnun edi. Bosh sudyaning shaharda qarindoshlari ko'p edi. Donna Rita takabbur bo'lsa-da, qishloqdagilar bilan hamsuhbat bo'lishga majbur bo'lardi. Ochig'ini aytganda, bu xonim ularning dunyo qarashini boyitmoqchi edi. U atrofiga erining urug'larini to'pladi. Ularning ba'zilari mavqelari bilan g'ururlansalar, boshqalari erlarning lavozimidan faxrlanishardi. Donna Rita ularga ko'zoynagi orqali masxaraomuz qarab turganida, erining eng surbet qarindoshlari ham unga tik qarashga botina olmasdilar. Domingos Batelio o'z iste'dodi bilan xotinining qalbidan munosib joy olishiga ishonmas edi. Uni rashk azobi qiynardi. Ammo Ritani ranjitib qo'yishdan qo'rqib, rashkini ochiq namoyon etishdan o'zini tiyardi. Agar xotini buni sezib qolgudek bo'lsa, haqiqatan dili og'rigan bo'lardi. Saratsillar tomonidan qaynoq suvga solinib qatl etilgan harbiy sarkardaning nabirasi qarindoshlari ustidan mazax qilib kulardi. Qarindoshlari bu xonimga yoqish uchun bashang kiyinib olishar, ot minishdagi mahoratlarini namoyish etish maqsadida katta ko'chalardan Markiz de Marial va kabi ot o'ynatib kelishardi. Bosh sudya Domingos Batelioga bir narsa sira tinchlik bermasdi. Ko'zguga qaraganida o'zining aft angorini ko'rib, yuragi orqaga tortib ketardi. Xotini Rita esa kun sayin go'zallashib bormoqda edi. U erining ko'nglini ovlamay qo'ygandi. Bu vaziyatdan chiqib ketish uchun o'tmishda dilbar ayolning ko'nglini xunuk er qanday ovlagan ekan deb ko'p o'ylardi. Unga faqat bir narsa tinchlik bermasdi. U ham bo'lsa afsonalardagi Venera va vulkan o'rtalaridagi nikoh voqeasi edi. Oshiq ma'shuqlarni ilintirish maqsadida temirchi yasagan to'rlarni eslarkan, Domingos Batelio vulkanning sabr toqatiga qoyil qolardi. U agar xoinlik sodir bo'lganiga ishonch hosil qilsa edi,
Yupiterga shikoyat qilmagan va yaqinlariga qopqon qo'ymagan bo'lardi. Praporshikni gumdon qilgan mushketon Luis Batelyoni eslaylik. Sudyada ham mushketonlarning qoni bo'lib, u bu borada qirolning qonun va farmonlaridan ko'ra ko'proq tushunchaga ega edi. Shu alfozdagi notinch hayot chamasi 6 yil davom etdi. Bosh sudya bor tanishlarini ishga solib, ishini boshqa shaharga ko'chirishni iltimos qildi. Unga baxt kulib boqdi. Kutganidan ham durustroq, ko'ngliga yoqadigan ish topildi. Lamego shahrida provedor lavozimiga ishga tayinlandi. Villarreal shahrida Rita xonim yon atrofiga o'z xushtorlarini yig'ib olgandi. Endi esa boshqa shaharga ko'chib ketish arafasida ular afsus nadomatda oh-voh chekib qoldilar. Rita xonim esa ulardan ustunligi va so'zamolligidan kibrlanib yurardi. Uning eri haqida ko'plab to'qilgan latifalar qoldi xolos. Bu latifalarni ancha vaqtgacha eslab yurdilar. Shunday latifalardan ikkitasini so'zlab bersam. Bir dehqon sudyaga buzoq hadya etibdi. Shunda sudya buzoq onasidan ajralib qolmasin deb sigirni ham qo'shib olgan ekan. Domingos Botelho buzoqni onasi bilan molxonaga olib borib bog'lashlarini buyuribdi. Shundan so'ng u kim qizini hadya etsa, albatta onasini ham qo'shib hadya etish kerak deb aytibdi. Yana bir kuni unga chiroyli naqshlar bilan ishlangan dumaloq patnisda pishiriq keltirishibdi. Shahar sudyasi pishiriqni bolalariga tarqatib, patnisni o'zida qoldirishini aytibdi. Agar pishiriqni patnissiz berganlarda buni men haqorat deb bilardim debdi u. Shuning uchun bizning davrimizda ham biron kimsa keltirgan sovg'ani idishi bilan olib qolsa, mahalliy aholi u xuddi Jo'xorivoyga o'xshar ekan deyishardi. Lamegodagi hayot Donaritaga umuman yoqmadi. U eriga bu yerdan ko'chib ketmasak, farzandlarimni olib Lissabonga ketaman deb dag'dag'a qildi. Aytishlaricha, Lamegodagi zodagonlarning kelib chiqishi juda qadimiy bo'lib, Almakave davrlariga borib taqalishidan g'ururlanib yasharkanlar. Ular tannoz Rita xonimni mensishmas. Ustiga ustak Domingos Botelyoni amaldor bo'lishidan avval 2 yil Coimbreda naychi bo'lganidan ham juda yaxshi xabardor edilar. 1801-yildan boshlab Domingos Jose Botelho de Mesquita Vezeuda Corregidor vazifasida ishlay boshladi. Katta o'g'li Manuel 22 yoshda bo'lib, huquqshunoslik fakultetining 2-bosqich talabasi edi. 15 yoshli o'g'li Siman Coimbreda adabiyotshunoslik bo'yicha tahsil olardi. 3 qizi esa ota-onaning arzandasi, ovunchog'i edilar. Manuel ukasining fe'l-atvori yomonligi, badjahlligidan nolib otasiga xat yozdi. Manuel o'z xatida hayoti doimo xavf ostida ekanligidan nolib yozdi. Chunki ukasi Siman yuborilayotgan pullarni kitob olishga sarflamay, balki to'pponcha sotib olayotganligi, universitetning bebosh talabalari bilan oshnoligini, kechqurunlari ko'chada daydib, mahalliy aholini haqorat qilishi-yu, ularni bir-biriga gijgijlashlari haqida batafsil yozdi. Corregidor Domingos Botelho kichik o'g'lining jasurligidan faxrlanardi. O'g'lining bunday qiliqlardan tashvishga tushgan onasi bir vaqtlar Tras os Montesda eng jasur zodagon hisoblangan katta bobosi Paulo Botelho Correaning naq o'zginasi ekanligini qayta-qayta ta'kidlar edi. Ukasi Simanning bu hurmatcha qiliqlardan cho'chigan Manuel ta'til boshlanmasidanoq Coimbredan Vezuega qaytib keldida, otasidan o'zini boshqa o'quv yurtiga joylab qo'yishini iltimos qildi. Onasi Donna Rita o'g'li Manuelni kavaleriya kadet korpusiga joylashishini istardi. Manuel Botelho Vezeudan Braganska ko'chib o'tib, ota-onasining kelib chiqishi zodagonlardan ekanligini isbotlab, kadet korpusiga joylashdi. Shu vaqt oralig'ida kenja o'g'il Siman barcha imtihonlarni a'lo bahoga topshirib, Vezeuga qaytdi. Otasi o'g'lining bunday qobiliyatidan faxrlanib, uning barcha sho'xliklarini kechirdi.
Simondan nega akasi bilan chiqisha olmaganligini so'radi. Simon akasi Manuel uni rohiblardek hayot kechirishga majbur etganligi haqida so'zlab berdi. Simon 15 yoshda bo'lsa-da, ko'rinishidan 20 yoshli yigit didini berardi. U baquvvat, xushsurat o'spirin bo'lib, yuz tuzilishi, qaddi qomati onasiga o'xshab ketsa-da, ammo fe'l atvori tamoman onasining aksi edi. Simon Vizeudagi qora xalq bolalari bilan do'stlashgandi. Dona Rita o'g'lining past tabaqa oila bolasi bilan do'stlashgani uchun qoyiganida, o'g'li bir vaqtlar dushman qo'liga tushib, suv qaynab turgan qozonga solib o'ldirib yuborilgan general Calderonni eslab mazax qilardi. O'g'lining bu xatti-harakati onasining g'azabini qo'zg'atardi. Xotini chizig'idan chiqmaydigan erida ham o'g'liga nisbatan nafrat uyg'otgan edi. Singillari Simondan cho'chirdilar. Faqat kichik singlisi Rita u bilan bolalarcha o'ynardi. Uning so'ziga quloq solar, yomon bolalar bilan do'stlashmaslik talabini rad etmasdi. Ta'til oxirlab borayotgan kunlarning birida Domingosning boshiga kulfat tushdi. Xachirlarni sug'orishga olib borgan xizmatkorlardan biri ehtiyotsizlik qilibmi yoki ataylabmi buloq atrofiga terib qo'ygan ko'zalarning bir nechasini sindirib qo'ydi. Singan ko'zalarning egalari xizmatkorni kaltaklay boshladilar. Shu yerdan o'tib ketayotgan Simon bu holni ko'rib, qayerdandir bir so'yilni sug'orib oldi-da, suv tashuvchilarning bir nechtasini urib boshini yordi. Qolgan ko'zachalar ham chil-chil sindi. Omon qolgan suv tashuvchilar qo'rqqanlardan tum-taraqay qocha boshladilar. Chunki ularning Karejidor o'g'li bilan tenglashishga yuraklari betlamasdi. O'zlariga kelgan jabrdiydalar adolat izlab Domingos Botelho uyi tomon yo'l oldilar. G'azab otiga mingan Domingos Botelho Simonni hibsga olish haqida sud ijrochisiga buyruq berdi. Donna Rita o'g'lining qilgan ishidan g'azablansa-da, onalik mehri ustun kelib, tanishlari orqali o'g'liga pul jo'natdi. Va unga tezda Kaymberiga qochib ketishni, u yerda otasining jahldan tushishini kutib turishini tayinladi. Xotinining qilgan ishidan xabar topgan Domingos Botelho yasamadoq bilan xotiniga o'g'lingni Kaymberiga ham hibsga oldiraman deb dag'dag'a qildi. Ammo Donna Rita erining bu qattiqqo'lligini adolatsizlik deb bilib, uni qo'llagan jazosini esi past sudyaning bola sho'xligiga nisbatan ahmoqona chorasi deb baholadi. Shundan so'ng eri soxta g'azabdan tushib, o'zini qattiqqo'l va nodon sudya ekanligini tan oldi. Simon Botelho Vizeudan Coimbraga o'ziga ishongan holda qaytib keldi. U 30 ga yaqin suv tashuvchilarni tum-taraqay qilganini, 3tasini so'yil bilan urib, yana 2tasini yer tishlatganini, qiy-chuv ko'tarilganini va oxirida barcha ko'zlarni chil-parchin qilganini eslab g'ururlanib qo'yardi. U bu voqeani qayta-qayta eslardi. Chunki u shu vaqtga qadar bunday sahna tomoshasini umrida ko'rmagandi. Bu xotiralar uni yangi jasoratlarga undar, universitetdagi muhit unga juda qo'l kelardi. Talabalarning ko'pchiligi ozodlik g'oyalarini biron joyda o'qib emas, balki qalblari bilan his eta boshlagandilar. Bu o'lkaga Fransiya inqilobi targ'ibotchilari tarqatayotgan g'oyalar hali yetib kelmagandi. Ammo qonli harakatlarga sabab bo'lgan qomuschilarning g'oyalari bu yerda ham tarqalgan edi. Portugaliyada jamiyatni qayta tuzish borasida ta'limotlar paydo bo'la boshladi. Bu ishni yosh avlodga mansub bo'lgan shaxslar yordamida amalga oshirish kerak degan fikr o'rmalay boshladi. Ustiga ustak ko'pchilik zavod va manufaktura egalarining Angliyaga nisbatan nafratlari oshib bormoqda edi. 18-asrdan boshlangan xonavayron etuvchi va g'alamiz fitnalar ularni juda holdan toydirgandi. Shuning uchun bir qancha ilg'or fikrlovchi portugallar Fransiya bilan ittifoq tuzishni xohlardilar. Ular muttafakkir edilar. Universitetdagi erkin fikrlovchilar uzoqni o'ylamay yangilik yaratish tarafdori bo'lganlar.
1800-yil arafasida Antonio Araujo de Azevedo, keyinchalik esa graf da Barca ittifoqchilari bilan Portugaliyaning betarafligi to'g'risida kelishib olish maqsadida Madrid va Parijga yo'l oldi. Ittifoqchilar uning taklifini rad etdilar. Diplomat taklif etgan 16 millionni birinchi konsul nazariga ilmadi. Portugaliya hududlari Ispaniya va Fransiya qo'shinlari tomonidan bosib olingandi. Gersog de la Fuens qo'mondonligi ostidagi qo'shinlarimiz hatto jangga kirishga ulgurmadilar. Chunki Luis Pinto de Souza, keyinchalik Vicomte de Balseman Badajozda sharmandalarcha tinchlik sulhiga qo'l qo'ygandilar. Bu shartnomaga ko'ra Portugaliya Ispaniyaga Olivensni topshirishlari, barcha bandargohlardan inglizlarni quvib chiqarishlari va Fransiyaga bir necha million o'lpon to'lashlari lozim edi. Bu voqealar korsikanlik avantyuristni yomon ko'radiganlarni Napoleonga qarshi qayrab qo'ydi. Ba'zilar esa Angliya bilan munosabatlar uzilgandan xursand bo'lishdi. Talaba safdoshlari orasida Simon Bataillon yosh bo'lishiga qaramay ancha-muncha obro'ga ega edi. Mirabeau, Dantona, Robespierre, Desmoulins kabi ismlar va bu xunrezlikning jallodlari hamda jafokashlarning nomlari Simonning qulog'ida jaranglab turardi. Simon huzurida ularni haqorat qilish uning g'azabini keltirardi. Bu yo tarsaki yoki to'pponchaning niqtalishi bilan yakun topardi. Simonning fikricha, Portugaliya qon to'kish orqali qayta tiklanishi mumkin edi. Uning bu kabi fikrlari Saint-Justning yashirincha o'qigan asardagi qahramonga taqlid qilishi, ozodlik to'g'risida aqlli fikrlarni targ'ib etishi, uni chapak chalib qo'llab-quvvatlagan safdoshlarini ham cho'chitib qo'ydi. Simon Bataillonni kursdoshlari ham yomon ko'rib qolishdi va uning ustidan graf yepiskop hamda universitet rektoriga shikoyat yozishdi. Kunlarning birida bu safsataboz talaba Samson maydonida uncha ko'p bo'lmagan tinglovchilar qarshisida nutq so'zlamoqda edi. Tinglovchilarning ba'zilari qo'rqqanlardan uning so'zlarini tinglashga majbur bo'lishsa, ba'zilari unga ham fikr edilar. Safsataboz o'z nutqida podshodan qanday qutulish haqida og'iz ko'pirtirib gapirayotganida politsiya xodimlari uni to'xtatib qo'ydilar. Simon ularga qarshilik ko'rsatmoqchi bo'ldi. Ammo universitet rektori tomonidan chaqirilgan politsiyachilar uning o'pkasini bosib qo'yishdi. Politsiyachilar Simonni qurolsizlantirib universitet qamoqxonasiga tashladilar. Bu yerdan u ota-onasining tanishlarini ishga solib, yarim yildan so'ng ozodlikka chiqdi. O'qishdan qolib ketgan Simon Vizeuga jo'nab ketdi. U ota-onasining huzurida o'tirishdan mahrum bo'ldi. Aks holda uydan haydab yuborishlarini aytib po'pisa qildilar. Onasi Donna Ritaning o'g'liga rahmi kelmasa-da, onalik burchi yuzasidan bir dasturxon atrofida ovqatlanishga otasidan ruxsat oldi. Oradan 3 oy o'tgach, Simonning xulq-atvori tubdan o'zgardi. U oddiy xalq bilan oshnachilik qilmay qo'ydi. Uydan tashqariga kam chiqardi. Bo'sh vaqtlarini sevimli singlisi bilan o'tkazardi. U dalalarda, pana va salqin joylarda aylanib yurardi. Yoz tunlarini esa tong otgunga qadar sayr qilib o'tkazardi. Uni ko'rgan odamlar atrofidagi hayotni tamoman unutib, o'ychan va xayolparast bo'lib qolganligini payqashardi. Uyda u o'z xonasida qamalib o'tirar, tashqariga taomga taklif qilganlaridagina chiqardi xolos. Donna Rita o'g'lidagi bu o'zgarishni ko'rib hayratda qolgan, erini o'g'li tubdan o'zgarganiga ishontirib, oradan 5 oy o'tgach, o'g'li bilan gaplashishga ko'ndirdi. Simon Bataillon sevib qolgandi. 16 yoshlik o'smirdagi bu o'zgarishni yolg'iz shu so'z bilangina izohlash mumkin xolos. Simon qo'shni qizni yoqtirib qoldi. Qizning yoshi 15 ta bo'lib, tagli, taxtli, badavlat oilaning yakka-yu yagonasi edi.
u nihoyatda suluv va yoqimtoy bo'lib, Seman qizni ilk bor xonasining derazasidan ko'rdi-yu, bir umrga sevib qoldi. Semanning qalbini zabt etgan qizning ham qo'shni yigitga muhabbati cheksiz edi. Shoirlarning aytishicha, 15 yoshli qizning muhabbati bu tahlikali, yengilmas ehtirosdir. Nasrda ijod etuvchilar ham shunday fikrdalar. Lekin ularning fikri xato bo'lsa-chi? 15 yoshdagi muhabbat bor yo'g'i bir o'yin. Bu qo'g'irchoqlarga bo'lgan so'nggi muhabbatdir. Bu polaponning ilk bor tashqariga uchib chiqishi va qo'shni daraxtda o'tirib sayrayotgan onasiga intiq tikilishiga o'xshash bir hodisadir. Terezaning otasi Domingos Botelioni unga qarshi chiqargan sud hukmi uchun uning o'zini va oila a'zolarini ko'rarga ko'zi yo'q edi. Ustiga ustak 1 yil avval Tadeo de Albuquerquening 2 xizmatkori buloq atrofida bo'lib o'tgan to'polon vaqtida jarohatlangandi. Terezaning yigitga bo'lgan muhabbati sof va kuchli edi. U o'z muhabbatini otasiga farzandlarcha itoat etish va uni g'azabdan tushirish evaziga qurbon qilmadi. Qiz sevgisini pinhona tutardi. Yigit va qiz 3 oy davomida shunday ehtiyotkorlik bilan uchrashib yurdilarki, hatto qo'ni qo'shnilar ham ularning yashirincha uchrashib yurganlaridan xabar topishmadi. Oila a'zolari orasida shubha ham uyg'otmadilar. Ularning ezgu niyatlari cheksiz bo'lib, yigit oila boqishi uchun o'qishini tugatishi, qiz esa otasining o'limidan so'ng nafaqat o'z qalbini, balki otasidan qoladigan katta merosni ham Simanga hadya etmoqchi edi. Bunday reja nafaqat Siman Botelio uchun, balki qizning hayot ikir-chikirlari borasida, ayniqsa meros masalasida oddiy tushunchaga ega bo'lmagan qiz uchun ham hayratomuz voqea bo'ldi. Koimbrega ketish arafasida Siman Botelio g'am-g'ussaga botgan qiz bilan deraza ortidan xayrlashayotganida qizni deraza oldidan olib ketdilar. Oshiq yigit qizning o'krab yig'laganini eshitdi. Siman o'zini tamoman yo'qotdi. Boshiga qon tepdi va u qafasdagi sher kabi xonada u yoqdan bu yoqqa yura boshladi. Terezaga yordam berish qo'lidan kelmasligini tushungan Siman shu onda jonidan voz kechishga ham tayyor edi. U tunni g'azabda va o'ch olish niyatida o'tkazdi. Tongotlarga yaqin jahlidan tushib, aql idrokini ishlata boshladi. Koimbrega ketish vaqti bo'lganida uni chaqirdilar. Siman o'rnidan juda charchagan holda turdi. Xonaga kirib kelgan ona o'g'lini bir ahvolda ko'rgach, uning o'ziga kelishini kutdi. So'ng yo'lga chiqishga unday boshladi. Jahldan tushmagan Siman xayolida bir qancha rejalarni tuzayotgandi. Ammo hozir Koimbrega ketishi ma'qulligini angladi. Keyinchalik Terezadan xat olgach, Vezuviga yashirincha kelib, qiz bilan uchrashishga qaror qildi. U oqilona reja tuzgandi. Yigitning bu yerda qolishi Terezaning holatiga yomon ta'sir etishi mumkin edi. Siman xayrlashar ekan, onasi bilan singillarini quchib, otasining qo'lini o'pdi. Xayrlashuv chog'ida otasi unga yana hurmat-chaqiliq qilsang, sen bilan barcha munosabatlarni uzaman, deb ogohlantirdi. Siman hovliga chiqib, otga minayotgan chog'ida unga xuddi sadaqa so'rayotgandek qo'lini cho'zib, bir kampir yaqinlashdi. Siman uning kaftida buklangan qog'ozni ko'rdi. Uydan biroz uzoqlashgach, hayajonga tushgan Siman xatni o'qiy boshladi. Otam seni sevganim uchun meni monastirga jo'natmoqchi. Seni jonimdan ortiq sevaman. Har qanday azob-uqubatlarga chidashga tayyorman. Meni unutma. Biz monastirda yoki u dunyoda ko'rishamiz. Qalbim hamisha sen bilan. Senga bir umr vafodor bo'laman. Koimbrega xotirjam ketaver. Senga xat yozib turaman. Dastlabki xatimdayoq baxtiqaro Terezangga yozgan xatlaringni kimning nomiga yo'llashingni xabar qilaman.
Semanning universitetga tamoman o'zgarib qaytishi barchani hayratga soldi. U o'qishga kelmagan kunlari shaharda ham ko'rinmasdi. U qamoqda yotganida onasi moddiy yordam ko'rsatmagan paytlari uning holidan xabar olib, yordam va yaxshi maslahatlar bergan o'rtoqlari bilan do'stlik rishtalarini saqlab qoldi. U o'qishga jon jahdi bilan kirishdi. Chunki u kelajakda e'tiborli shaxs bo'lib, munosib mavqega ega bo'lish va oilasini bekam u ko'z ta'minlash imkonini beradigan poydevorga asos solayotgan edi. U qalbidagi sirni hech kimga oshkor aytmas. Sevgilisi Terezaga yo'llagan uzundan uzun maktublarda fanlarga bo'lgan qiziqishi haqida g'ururlanib yozardi. Oshiq qiz Semanga ketma-ket xat yozib, unda otasi shunchaki qo'rqitish uchun monastirga yubormoqchi bo'lganligini, ammo u hech narsadan qo'rqmasligini, chunki otasi qizisiz yashay olmasligi haqida xabar qilardi. Bu xabarlar Simanning o'qishga bo'lgan ishtiyoqini yanada alanga oldirdi. Birinchi bosqichdagi murakkab fanlardan imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirdi. O'qituvchilari va kursdoshlari bir ovozdan unga birinchi o'rinni taqdim etdilar. Bu vaqtga kelib Manuel Botelho matematikani o'rganmoqchi bo'lganligi uchun Bragansdagi kadet korpusidan chetlashtirilgan edi. Ukasining fe'l atvoridagi o'zgarishlar uni juda hayratda qoldirdi. Manuel Simanning yoniga ko'chib kelib, u bilan birga yashay boshladi. U ukasidagi keskin o'zgarishni faqat bir maqsad bilan yashayotganini, shu sababli odamlardan o'zini chetga tortib yurganligini sezib qoldi. Aka-ukalar uzoq birga yashamadilar. Chunki Manuelni Ozor orollaridan kelgan shifokor talabaning xotiniga oshiqu beqaror bo'lib qolishi bunga sabab bo'lgandi. His-tuyg'ularga erk bergan yosh ayol o'ylamay netmay ish ko'radigan qushtorning nayranglariga uchib, o'zini baloga giriftor etdi. U erini tashlab Manuel bilan birga avval Lissabonga, u yerdan esa Ispaniyaga qochdi. Bu voqea qanday yakun topganini keyinroq hikoya qilamiz. 1803-yilning fevral oyida Siman Botelho Terezaning navbatdagi xatini oldi. Muhabbat tufayli o'zida insoniylik burchini, or-nomusni his etib, jamiyat bilan hamohang yashash zarurligini tushungan va Xudoga ishona boshlagan Simanni larzaga solgan Terezaning xatlari haqida keyingi boblarda batafsil bayon etamiz. Terezaning otasi Korejidorlarning tag zotini uncha surishtirmagan ham bo'lardi-yu, ammo qizning u xonadonning o'g'li bilan ahd paymon qilishiga keksa Albukerki bilan qariya Botelho o'rtasidagi adovat yo'l qo'ymasdi. Amaldor qo'shnisini sotqinlikda ayblab, uni mazax qilardi. Albukerki o'ch olmoqchi ekanligini Botelho yaxshi bilardi. Lekin o'zini hech narsani bilmaganlikka solib yurardi. Ichidagi g'azabi esa kundan kunga ortib borardi. Kelgusida u bilan quda bo'lish masalasi bo'lmaganda Botelho Correa de Mesquita ajdodi erkaklarning sevimli quroli mushket bilan muammoni hal etib qo'ya qolardi. Yarashishning esa sira ham iloji yo'q edi. Korejidorlarning kenjasi bo'lmish Rita bir kuni Siman xonasidagi derazaga yaqinlashib, tashqarini kuzata boshladi. Ro'paradagi uyning derazasi oldida iyagini kaftiga qo'yganicha tikilib turgan qizga ko'zi tushdi. Tereza Siman oilada barchadan ko'ra shu singlisini sevishini bilardi. Ritaning ko'p jihatlari akasiga o'xshab ketardi. Tereza sergak tortib, Ritaning salomiga qo'l silkib javob berdi. Korejidorning qizi ham jilmaydi-yu, shu zahoti deraza yonidan nari ketdi. Chunki onasi ro'paradagi uyda istiqomat qiluvchilar bilan salomlashishni man etgandi. Avvalgi kundagi salomlashish Ritaning ko'nglida qandaydir bir iliqlik uyg'otgan edi.
U ertasiga ham deraza yoniga kelib, iyagini ikki kafti orasiga olganicha deraza yonida go'yo uni kutib turgandek nigohini shu tomondan uzmayotgan Terezani ko'rdi. Ikkala qiz ham salomlashdilar-u, darrov deraza yonidan nari ketdilar. Ular xonalari o'rtasida bir-birlariga termilib turardilar. Ko'cha tor bo'lganligi sababli ohista so'zlashsalar ham bir-birlarining gaplarini eshitishlari mumkin edi. Tereza ovozini chiqarmay ko'proq imo-ishora bilan Ritadan "Seni dugonam deb aytsam bo'ladimi?" deb so'radi. Rita rozilik bildirib imo qildi-da, qo'l siltagach, deraza yonidan o'zini olib qochdi. Bunday qisqa uchrashuvlar har kuni takrorlanadigan bo'ldi. Nihoyat ular og'iz chiqarib gaplasha boshladilar. Tereza 11 yoshli qizaloqqa uning akasiga bo'lgan pinhoniy muhabbat haqida so'zlab berardi. Va qachonlardir ularga qarindosh bo'lishga umid bildirgan holda bu gaplar ikkovlarining o'rtasida qolishini o'tinib so'rardi. Bir kuni shunday suhbat paytida Rita ehtiyotkorlikni unutib, baland ovozda so'zlay boshladi. Uning gapini opalaridan biri eshitib qoldi-yu, otasiga aytib berdi. Domingos Botelho darhol Ritani huzuriga chaqirib olib, qiziga po'pisa qildi. Nima haqda gaplashganlarini surishtirdi. Ritaning so'zlarini eshitgan otasi g'azab otiga mindi. Shovqindan yugurib kelgan xotinning hay-haylashiga ham quloq solmay, Simonning xonasiga o'qdek otilib kirdi. Ro'paradagi uyning derazasi yonida turgan Terezaga ko'zi tushdi-yu, "Hoy qiz!" deya qichqirdi, rangi dokadek oqarib ketgan qizga qarab. "Bolalarimni yo'ldan urma. Erga tegmoqchi bo'lsang, yamoqchiga teg. U otangga munosib kuyov bo'ladi." Tereza Domingos Botelhoning baqirib aytayotgan qo'pol so'zlarini oxirigacha eshitmay qochib ketdi. U uyatdan qizarib, o'zini yo'qotib qo'ydi va derazadan uzoqlashdi. G'azab to'nini kiygan amaldor o'zini bosolmay baqirayotganidan qizning otasi Tadeo de Albuquerque ham deraza yoniga keldi. Uni ko'rgan Domingosning yanada g'azabi oshib, qo'shnisini haqoratlay boshladi. Ammo qizning otasi bu haqoratlarga javob qaytarishini o'ziga ep ko'rmadi. Tadeo qizidan nima bo'lganini so'radi. Shundan so'ng Domingosning darg'azab bo'lishiga ikki qizning imo-ishora bilan bolalarcha so'zlashganlari sabab bo'lganini tushundi. Ota Terezaning bolalarcha qilgan bu aybini kechirib, bundan keyin derazaning yoniga bormaslikni tayinladi. Tabiatdan jahldor bo'lgan aslzoda Tadeo ko'ngilchanlik qilib qo'shnisi bilan adab-ada aytishib o'tirmadi. Chunki u yaqin kunlarda qizini qarindoshi Baltazar de Coutinyoga turmushga bermoqchi edi. Bu amakivachchasi Castro Daire nomli yer-mulk egasi bo'lib, katta obro'ga ega bo'lgandi. O'zini ayollar qalbining buyuk bilag'oni deb hisoblaydigan qariya Albuquerque qizining Simonga bo'lgan muhabbatini yuragidan yulib tashlashning birdan bir yo'li unga muloyim gapirib yo'lga solishdir, dedi o'zicha. Uning bunday xulosaga kelishiga asosiy sabab 15 yoshda paydo bo'lgan muhabbat bu tanasiz jondek bir narsa. Shuning uchun u yarim yillik ayriliqqa dosh bera olmaydi deb o'ylardi. Garchi qariyaning fikri to'g'ri bo'lsa-da, ammo u xato o'ylayotganini bilmasdi. Istisnolar hamma vaqt eng dono mutafakkirlarga ham xoh u nazariyada, xoh amaliyotda bo'lsin, pand berib kelgan. Muhabbat ishvalari-yu ayol qalbi naqadar nozik va jilvagar bo'lmasin, Tadeo de Albuquerque bu sohada tushunchaga ega emas deb bo'lmasdi. Ammo u har qanday ayol 3 xil turdagi fikr bilan yashaydi. Baribir bularning birontasini ham tushunib bo'lmaydi. Bu fikrning har biri qolgan ikkisiga ziddir degan tushunchaga suyanardi xolos. Tereza esa o'z fikriga ega, aytgan so'zining ustidan chiqadigan qiz. Rivoyatlarda bir ayoldagi 3 tushuncha 4-ayol bilan kelisha olmaydi deb naql qilingan ekan.
men ham shu fikrdaman. Chunki muhabbatdagi barqarorlik qalbga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra paydo bo'ladi. Tereza tez-tez o'tkazib turiladigan bayramlarda ishtirok etmagan, uyida uning sha'niga ziyofatlar uyushtirilmagan edi. U o'zga oshiqlarning xushomadlarini sira ko'rmagandi. Tereza nigohlari hamda so'zlari muhabbatga yo'rilgan boshqa oshiqlarni bilmas va o'z sevgilisini ular bilan taqqoslay olmasdi. Mabodo Terezaga bir vaqtning o'zida 4 oshiq muhabbat izhor etsa, ulardan birini sevib qolmasligiga kim kafolat bera oladi deysiz? Balki yoshlikdagi muhabbat o'tkinchi bir havasdir. Bu savolga javob topish mushkul. Yana hikoyaga qaytsak. Tadeo de Albuquerque qo'shnisining bema'ni dag'dag'asidan so'ng Simon Botelho haqida qiziga lom-mim demadi. U shunday yo'l tutdi. Castro dairedagi jiyanini Vezuvaga chaqirtirdi va unga qizini berish niyati borligini aytdi. Jiyani o'zini amakisining qiziga oshiqdek ko'rsatib, unda ko'ngli borligini va uni o'ziga rom etishini tushuntirdi. Baltazar Kautinyoning qalbida Terezaga nisbatan muhabbat qanchalik tez alanga olgan bo'lsa, qiz undan shunday sovib ketdiki, qalbida yigitga qarshi nafrat uyg'ongandi. Castro dairedagi yer mulk egasi qizning bunday sovuq munosabatini soddalik, tortinchoqlik va uyatchanlikka yo'ydi. U bo'lajak g'alaba nashidasini avvaldan sura boshlagandi. To'g'ri, Baltazar shu topgacha Terezaga o'z niyatlari haqida so'z ochmagan edi. Kunlarning birida amakisining zo'ri bilan g'amgin o'tirgan qizga ko'nglini ochmoqchi bo'lib, "Qarindosh, sizga qalbimni ochish vaqti keldi deb o'ylayman. So'zlarimni eshitmoqqa kayfiyatingiz qalay?" deya so'radi. "So'zlaringizni tinglamoqqa doim kayfiyatim cho'q, qarindosh Baltazar." Terezaning gapidagi sovuqlik va nafrat yigitni qizni sodda, tortinchoq, uyatchan degan fikrdan qaytardi. Shunga qaramay, yigit qizga bo'lgan mehrini boshqa yo'l bilan ifoda etmoqchi bo'lib, surbetlik bilan so'zida davom etdi. "Fikrimcha, qalbimiz birlashdi. Endi bitta uyda yashasak ham bo'laveradi." Terezaning rangi dokadek oqarib, ko'zini yerga tikdi. "Sizga biron noxush gap aytib qo'ymadimmi?" dedi Baltazar qizning yuzidagi o'zgarishni ko'rib. "Siz gapirmadingiz, men eshitmadim", dedi qiz hech ikkilanmay. "Siz adashyapsiz, qarindosh. Qalblarimiz hali birlashganicha yo'q. Men sizga sodiq do'stman xolos. Kechirasiz, hech qachon sizga rafiqa bo'lishni niyat qilmaganman. Sizdan shunday gap chiqadi deb o'ylamagandim." "Bundan chiqdi, siz menga yoqmaysiz demoqchimisiz, qarindosh Tereza?" so'radi xafa bo'lib Baltazar. "Yo'q janob, unday demoqchi emasman. Lekin seva olmayman. Shu boisdan ham sizga xotin bo'la olmayman. Bunday nikohdan faqat o'zimgina baxtsiz bo'lmayman, balki..." "Yaxshi. Kim ekan qalbingizni rom etib, mendan sizni tortib olmoqchi bo'lgan?" so'radi yasama kulgu bilan Baltazar. "Undan sizga ne foyda? Modomiki qarindoshim boshqani sevib qolgan ekan, uning kimligini bilmoqchiman. Shu rostmi?" "Ha. Shu muhabbatni deb otangizga ham itoat etmaysizmi?" "Qanaqa itoatni aytyapsiz? Bu yerda qalb ixtiyori farzandlik itoatkorligidan ham ustun turadi. Otaning rizoligisiz turmushga chiqish itoatsizlik bo'lar edi. Ammo men, qarindosh Baltazar, turmushga chiqayapman deb aytganim yo'q. Balki boshqa birovni sevaman deb aytdim xolos." "Bilasizmi, qarindosh, so'zlaringiz meni hayratga solyapti. 15 yoshingizda shu qadar mahmadona ekanligingizni bilmabman." "Bu shunchaki oddiy so'zlar emas, qarindosh", e'tiroz bildirdi Tereza mag'rurlik ila. "Bu his tuyg'ularim xolos.
ular siz tomondan hurmat qilinishi kerak. Bu ayni haqiqat. Agar sizga yolg'on so'zlaganimda o'zingizni baxtiyor his etgan bo'larmidingiz? Yo'q, qarindosh Tereza. Menga rostini aytib yaxshi qildingiz. Xo'sh, siz sevgan baxtli inson kim ekanligini ayta olasizmi? Buning sizga foydasi bormi? Juda foydasi bor-da, qarindosh. Chunki bilib qo'ysam yomon bo'lmasdi. Menda bo'lmagan hislatlar bilan sizni o'ziga rom etgan raqibimga havasim kelyapti. Siz meni o'zingizga do'st bilib, uning ismini aytishga jur'at eta olasizmi? Endi men sizni yaxshi do'st deb hisoblay olmayman, dedi Tereza kulimsirab. Har bir so'zini Baltazar kabi dona-dona qilib talaffuz etar ekan. Demak, endi siz meni do'st deb hisoblamaysiz. Samimiy aytgan so'zlarim uchun meni kechirmay, bundan bu yog'iga raqibim bo'lar ekansizda. Aksincha, kinoya bilan dedi Baltazar. Men sizga do'st ekanligimni isbotlayman. Agar sizga nomunosib bo'lgan bir ablahga turmushga chiqqaningizni ko'rsam, turmushga chiqsam, dedi Tereza. Ammo Baltazar qizning gapini bo'lib dedi. Ha, agar siz biron bir ichkilikbozga, so'yil bilan mohirona qilichbozlik qiladigan, suv tashuvchilarni burnini qonga belaydigan, universitetdagi vaqtini o'qish o'rniga Koimbri qamoqxonasida o'tkazadigan bironta ritsarga turmushga chiqsangiz demoqchiman. Baltazar Kautinyo Terezaning siridan voqif edi. Tabiiyki, amakisi o'z jiyaniga qizi qo'shnisining o'g'liga oshiq bo'lib qolganini oqizmay-tomizmay aytib bergandi. Tereza qarindoshining gapidan uning pichinglarini tushundi va orom kursidan turarkan boshini tik tutib so'radi. Qarindosh Baltazar, menga aytadigan boshqa so'zingiz yo'qmi? Davom bor, qarindosh. Biroz o'tirishga vaqtingiz bo'lsa agar. Siz hozir omadsiz oshiq bilan gaplashayapman deb o'ylamang. Balki eng yaqin qarindoshingiz, or nomusingizni va bor budingizni asrovchi samimiy do'stingiz bilan so'zlashyapsiz. Otangizning taqiqlariga qaramay, deraza ortidan Karejidorning o'g'li bilan ham suhbat bo'lganingiz menga ma'lum. Men bunga parvo qilmadim. Buni sizning yoshingizda bo'lib turadigan bir voqea deb hisoblayman. Men 2 yil avval Koimbri universitetining oxirgi kursida tahsil olayotganimda Simon Batalyoni juda yaxshi bilardim. O'qishni bitirib qaytib kelganimda sizning unga ko'ngil qo'yganingizni aytganlarda men bechora qarindoshimning soddaligidan hayron qoldim. Ammo keyin mana shu soddaligingiz sizni himoya qiladi deb o'yladim. Hozir haqiqiy do'stingiz sifatida hamon qo'shningizning ta'sirida ekaningizdan xavotirdaman. Simon Batalyonning shu yon atrofdagi past tabaqali kishilar bilan do'stlashgani yodingizdan chiqdimi? Uning dastidan boshi yorilgan xizmatkorlarning ayanchli ahvolini ko'rmabmidingiz? U mast holda Koimbri ko'chalarida bezori kallakesar kabi oddiy xalqni zodagon va qirollarga, bobokalonlarimizning diniga da'vatlar uyushtirgandan xabaringiz yo'qmi? Qarindosh Tereza, bu ishlarning barchasidan siz bexabarsiz. Xabardorman, ammo hammasidan emas. Baribir undan xafa bo'lganim yo'q. Men Simon bilan tanishganimdan beri uning biron yaqiniga ozor berganini yoki u haqda yomon so'z aytganini eshitganim yo'q. Shuning uchun Simonning sizga bo'lgan muhabbati uning fe'l-atvorini shu darajada o'zgartirib yuborgan deb o'ylasangiz kerak. Bilmadim. Bu haqda o'ylab ham ko'rganim yo'q, dedi alam bilan Tereza. Jahlingiz chiqmasin, qarindosh. Eshiting. Bu mening oxirgi gapim. Toki tirik ekanman, sizni Simon Batelio changalidan qutqarish uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilaman. Agar otangizga biron kor hol bo'lsa, men uning o'rnini bosaman. Qonunlar sizni undan himoya qila olmasa, suv tashuvchilar ustidan qozongan uning g'alabasi amakim Tadeo de Albuquerquening xonadonidan haydab chiqarishga to'sqinlik qila olmaydi. Siz mening ustimdan hukmronlik qilmoqchimisiz? G'azab bilan qichqirdi Tereza.
Magarki aqli idrokingiz yordamga muhtoj ekan, men sizni boshqarib turmoqchiman. Aqli hushingizni yig'ib olsangizgina sizni ortiq bezovta qilmayman, qarindosh Tereza. Baltazar amakisining yoniga borib qizi bilan bo'lgan suhbatni so'zlab berdi. Qizining dovyurakligidan hayratga tushgan, o'zining otalik haq-huquqini kamsitilgan deb bilgan Tadeo qizini do'pposlash maqsadida uning xonasi tomon o'qdek otildi. Ammo Baltazar bu holatda kuch ishlatish yomon oqibatlarga olib kelishini, keyin Tereza uydan ketib qolishi mumkinligini tushuntirib, darg'azab cholni yo'ldan qaytardi. Tadeo g'azabini ichiga yutdi va reja tuza boshladi. Oradan bir necha soat o'tgach, qizini huzuriga chaqirib, yoniga o'tkazdi va mayinlik bilan uni qarindoshiga uzatmoqchi ekanligini aytdi. U bu masalada kuch ishlatmasligini, qizini ashaddiy dushmanning o'g'liga ikki dunyoda ham turmushga berishga rozi bo'lmasligini uqtirdi. U yana shuni qo'shimcha qilib, bir oyog'i yerda, bir oyog'i go'rda ekanligini, agar gapiga quloq solmasa, bunday qizning bahridan o'tishi mumkinligini ham ta'kidladi. So'zining oxirida qizidan mabodo hozir monastirga ketib, otasining o'limidan so'ng o'z niyatini amalga oshirish maqsadi bor yo'qligini ham so'radi. Tereza ho'ngrab yig'lab yubordi. Otasining aytgan so'zi qat'iy bo'lsa, monastirga ketishini aytdi. So'ngra otasidan meni o'zingizdan uzoqlashtirmang deb yo'lvora boshladi. Otasi qizining nomaqbul ish qilib qo'yishidan va itoatidan chiqib ketishidan xavotirda edi. Tereza otasiga noo'rin ish qilmaslikka, boshqa hech narsani o'ylamaslikka va'da berdi. Tadeo qizining so'zini eshitgach, unga lom-mim demadi. Tereza otasiga va'da berdi-yu, lekin qalbi unga quloq solmasligini bilardi. Otasini xafa qilmasligi uchun bor tuyg'ularni unga to'kib sola olmadi. Tereza de Albuquerque o'ziga xos fe'l-atvoriga ega bo'lib, u erkaklarga xos bir so'zli, qat'iyatli, mag'rur, qo'rqmas hamda qalbi muhabbatga limmo-lim edi. Tereza otasining uzoqni o'ylamay qilayotgan injiqliklari deb o'z kis tuyg'ularidan voz kecha olmasdi. Yaxshi odamlar Terezaning tanlagan yo'lini to'g'ri deydilar. U bu odamlarning gapiga to'la to'kis ishonar edi. Agar Terezani ustomon yoki mug'ombir desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Uni ziyrak qiz desak, yanglishmaymiz. Tereza to'g'ri so'z boshiga to'qmoq bo'lishini yaxshi anglagani holda samimiy va ochiq ko'ngillik ila ezgu niyatlarga eltuvchi yo'l tanladi. Uning aql bilan ish tutishi bu yosh qiz uchun kam uchraydigan holatdir. Lekin roman qahramoni hech qachon o'rtamiyona ayol bo'lmagan. Men hikoya qilayotgan ayol esa o'ziga xos siymoga ega bo'lib, boshiga tushgan baxtsizliklar uni shu qadar mashhur bo'lib ketishi uchun yetarlidir. Terezaning Simanga barcha bo'lib o'tgan voqealarni bayon etib yozgan xatidan shu narsa ayon bo'ldiki, kelajakdagi orzulariga yetishmoq, monastirga tushib azobda qolmasligi uchun otasi bilan til topishishga, uning xohish istaklariga bo'ysunishga majburligini tushuntirdi. Qarindoshi Baltazarning do'q po'pisalari haqida esa og'iz ochmadi. Chunki Asiman juda qiziqqon va hech narsadan tab tortmaydigan jasur yigit bo'lganligi sababli Koimbredan Vizeuga tezda yetib kelishini Tereza yaxshi bilardi. Bu xatdan Asiman Botelio sarosimaga tushmadi. Terezaning boshi uzra qora bulutlar tarqaganday bo'ldi. Qizning otasi na uzatishi, na monastirga jo'natishi haqida gapirmay qo'ygandi. Baltazar Coutinho Castro Dairadagi uyiga qaytib ketdi. Tereza o'zini xotirjam his eta boshladi. U Simanga har hafta maktub jo'natib turardi.
Seman qizning xatlarini o'qib rohatlanar va tinmay mehnat qilardi. Uyqusiz o'tgan tunlari u kelajagi haqida o'ylab, xayolan o'zlari yashaydigan saroyni qurib chiqardi.